Mening hasta bir o'g'lim bor. Davosiz kasallikka chalindi. Bormagan birorta hakim, duo qildirmagan birorta shayx afandim qolmadi. Bizdan nima xohlaysiz? Shayxim, duo qilishingizni so'rayman. Bir duo qilsangiz, inshaalloh farzandim sog'aysa, men ilmagan bir otim bor. Shuni sizga hadya qilaman. Aslo istamaymiz. Bunday demang. Amin. Daraxtga suyanib ko'zim ilinibdi. Uyg'onib qarasam, shayximga ko'rgan tushimni aytib, ta'birini so'rash uchun darhol yo'lga tushdim. Bu duo qilgan kishi qayerdan sen bo'lasan? U menman. Madomiki qishlog'ini ham bilar ekansan, Oqsoy qishlog'iga bor. Bu odam bermoqchi bo'lgan otni olib kel. Xush kelibsiz, afandilar. Xush ko'rdik. Nima xizmat? Shayximiz toptiq imro orzusiga ko'ra keldik. Alloh rozi bo'lsin shayximdan. O'tgan kun o'tib ketayotgan ekanlar. Izlardan bordim, duo so'radim. Kam bo'lmasinlar, duolari sabab o'g'lim shifo topdi. Ya marhaba.